ijtimoiy tarmoqlarda keskin muhokamalarga sabab bo'lgan video lavha yuzasidan munosabat bildirib o'tmoqchiman. Bulung'ur tumani Olmazor mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi ichki ko'chalarda nikoh to'yi marosimida bir guruh shovvozlar transport vositalarining oldi qismiga yalt etib yonuvchi mayoqchalar o'rnatib, oldi laboy qismiga qora plyonkalar o'rnatib, to'g'ridan-to'g'ri transport vositalarini nikoh to'yi marosimida guruh bo'lib boshqarib, turli ko'rinishdagi qo'pol qoidabuzarliklar, ya'ni transport vositalarining shinalarini keskin ravishda sirpantirib, qo'l to'rimizni tortgan holda yo'l bezoriliklarni sodir etib, transport vositalarini boshqarganligi sababli ushbu uchar shovvozlar va transport vositalari topilib, ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128 prim 10 moddasi 1-qismiga asosan ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilib, haydovchilar bilan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan bu kabi holatlardan o'zlariga kerakli xulosa chiqargan holda haydovchilik madaniyati va yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilgan holda transport vositalarini boshqarishlari